Bizning ko'p klientlarimizdan so'rashyapti. Okay, nimaga perikachiga qilmaysiz? Menda perikachiga mazatda turibdi. Ochib o'zinikini sveji boshqatdan perikachiga qilib bering deyshadi. Men unaqa narsalarni qilmayman. Nimani hisobiga desanglar, okay, hozir mana ko'rib turibsiz, bitta perikachiga mazatda ochganmiz, oqizib yuborgan ustalarimizga hayronman. 20 kilo surib tashlashadi. Nimalardir qilib tashlashadi-da. Moylarni to'qib olganmiz. Mo'raga ochishni qaranglar. Mana biz ishlarda yonmoy. Mana perkachkan ichidan chiqayotgan moy. Farqini ko'ryapsizlarmi? Biz uni bunaqa rezervoy qilib yopmaymiz, biz zavodskiy yopamiz. Tayyor amortizatorlarimizga e'tibor bersanglar bo'ladi. Ishlashlarga gazomatik bo'ladi. Yangi amortizator holatni yangi amortizator deb bo'ladi. 3 oydan 8 oygacha garantiyali beramiz amortizatorlarimizga. Xo'p, buni qanaqa yopasan deb so'rayotgan ofukalarimiz uchun yig'ilgan zavodskiy qilib yopiladi. Qolgan keyin korpuslarga ushlov beramiz. Sanliklariga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Duxstoronlik bo'ladi, ikki tomonlama prujinali. Uncha-munchaga oqib olmaydi. Ichidagi zapchastlarni ham e'tibor berib qo'ysanglar bo'ladi. Yengida sveji bo'ladi. Perkachkalar ancha aqlli bo'ladi. Bu amortizatorda restavratsiya deyiladi, okalar. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'lsa, pastki nomerlarni qoldiramiz, bemalol joylarni birov qilib kelaverasizlar. Dalchi amortizatorlarimiz bor.